Davamlıq başqalarınınki çıxarğan videosunu özüninkini çıxarğandək çıxarğanlığını görüyümüz. Bununki usulü mundaq. Aşı videonun üstüge bu alma sistemisi üçün aşı videonun üstüge kep azara basqandan keyin çıkıdı. Anandan keyin bunu basımız. Basqandan keyin meyege özümüz bununki ismini yazımız hashtag bilen. Ananınkini mindaq hashtag bilen yazsaq bir mo'ncusu çıkıdı. Aslen birini tanlap qo'yamiz. Anandan keyin yollashni basimiz. Qaraydigan bo'lsak, qandaq ko'rindi desanglar. O'zimizniki qarayli. Qarasak, qandaq ko'rindi desanglar. Qaranglar mana. Xuddi men o'zim yollagandek. Lekin bu videoni men yollaganmi, tushirib yollagan videomi desanglar, yo'q. Mana bu video planchininkidan yollangan video deb chiqadi. Hazır Android sistemisinkini ayrım köstüme. Bugün sizlarga Twitter'daki o'zim bildiğim bazı texnikalarni hem bahirlamoqchi. Masalan deganimizda ma'lum bir videoni xuddi o'zimiz yollagandek qilib yollash. Amaliyotda bu videoni çoğudisa biz tushirib o'zimiz yollagan video emas. Masalan, ma videonunki üstüde bir moncha xatlar borki, bu xatlarninki biz ko'rinishini xolamaymiz. Uningga o'zimiz boshqa bir tema qo'yib yollamoqchi. Buni qanday qilamiz degan vaqtda avval videonunki ulanmasini ko'paytib olamiz. Ko'paytib olgandan keyin tema yollash basimiz. Andan keyin miyaga basib chaplaymiz. Oxidagi adresdan savol belgisini qo'shib yuvatgandan keyin bunu yazımız. Anandan keyin bununla özümüz koymakçı bo'lgan mavzuni hashtag bilan qo'shib yollaymiz. Nemishqa hashtag bilan qo'shib yollaymiz deb so'rashinglar mumkin. Chunki mushu hashtagga qo'shib yollagan vaqtimizda barliq mazmunlar mushu hashtagning ostiga yig'iladi. Andan keyin birasi mushu hashtag to'g'riliq izlagan vaqtida mushuningga munosabatlik barliq mazmunlarni ko'ra oladi. Shunga hashtag qo'shib yollash to'liq. Lekin ba'zida hashtagni ishlatishni bilmagan yoki xato berib olganlik sababidan köstüme. Andan keyin masalan bir mazmunni yolladik. Lekin bu yollagan mazmunimizdagi xatimiz jiqaroq bizninki. Lekin Twitterning cho'disa Twitterninki xat cheklamasi bor. Qanchalik xat ekanligini aniq bilmayman. Agar yozgan xatimiz patmay qolsa, mana qo'shib belgisini ko'rdinglarmi? Qo'shib belgisini qo'shgandan keyin bu yerga davomli mazmun yozsaq bo'ldi. Yana patmadi, qanday qilamiz? Yana qo'shimiz. Yana qo'shdik. Yana patmadi, yana qo'shimiz. Yana qo'shimiz. Taki shu
yazmoqchi bo'lgan mazmunimiz tükkan qadar yazamiz. Tükkandan keyin cho desa, andan keyin yo'llasak, bu mazmun qandoq bo'ldi, qandoq ko'rindi desanglar, ilqi hammasi tartib bo'yicha ko'rinadi. Agar bu bo'yicha yo'llamay, avval bir mazmunni yo'llab etib, uning ostiga inkas shaklda mazmunlarni to'liqlab yozsak qanday bo'ldi degan chaqda, o chaqda mazmun qalaymi-qalashib ketadi. Eng ustida ko'rinishi tegishli mazmun eng ostida bo'lishi tegishli mazmun eng ustida ko'rinib qolib, ilq o'qigan odam beshini o'qisa bir xil, uning keyindagi mazmunni o'qisa, mazmun jihatdan belaklan bir bog'lanishga bo'lmaganlar bir mazmun bo'lganligi uchun ilq haqmi tozbi taqtuqi bir narsa yozdimi nima bu deb o'ylab qoldi. Lekin mandaq yo'llagan vaqtimizda cho desak, mazmun tartib bo'yicha ko'ringashga, ma'o mazmun yo'llab ekan to'q patmabdi. Shu oxir ma'oka deb bunda o'qib tushuna oladi. Rasm jiqosimi yana o'xshash usulda. Masalan, 4 parcha rasmni yo'llag'il bo'ldi emasmi Twitterda? 4 parcha rasm yo'lladik. Bizning yo'llamoqchi bo'lgan rasmimiz 8 parchadi. U vaqtida men o'xshashlarmish qo'sh belgisini besib, yana rasm qo'shimini sol taraf eng chetdagini bassaq, rasm tanlag'il bo'ldi. U yerdan 4 parcha rasmni tanlab, mazmunni yozib, yana patmay qolsa, yana qo'sh belgisini besib, yana 4 parcha rasmni tanlab, ash bo'yicha qilsak, ashu yo'llamoqchi bo'lgan rasm jiq bo'lsa-mu, mazmun jiq bo'lsa-mu, hammasi bir tema bo'lib, tartib bo'yicha ko'rinadi. Endi bayamqi nimamiz kelayli, ilqi bir mazmundagi ko'rinadi deganimizga. U qanday bo'ldi desanglar, mana uchun aytayli. Mani mesela hozir yo'llab baqayli. Yo'llab ishtiklam o'chirib o'tmasam, haq. Nima ish qilyapti bu da qilmasin. Mesela mana qarasanglar, men o'zim yo'llagandaklam chiqadi. Haliqi men o'zininki yo'llagan mazmundagi xatlar cho desanglar ko'rinmaydi. Qaranglar mana. Palanninkidan yo'llandi deb chiqadi. Shunga mana o'chirib olsak bo'ldi. Degan gap. Mening bilgan texnikalarim mushunchilikka, agar boshqalar bildigan yaxshi texnikalar bo'lsa, hambarlashib qo'ysa, mamnun bo'laman.